har oyda 3 marotaba agrobayanti bo'stonliklar xodimlari tarafidan tadbirkorlar uchrashuvi o'tkazilgan. Bugungi uchrashuvimizdan maqsad agrobayanti bo'stonliklar xodimlari tarafidan mahallaviy ishlar bo'yicha tushuncha beraman. Biz hozir bölümümüzde asosiy missiya ko'mak, missiya chiqaran, mahalla loyihasidagi ertaga 312 qaror, 60 qaror bo'yicha belgilangan ketlarmiz. Endi hozir missiya ko'mak bo'yicha tushuncha beradigan bo'lsam, 17 milliongacha beriladi. 4 yilga beriladi, 6 oy imtiyozlar bilan beriladi. Agar ayol kishi bo'lsa oluvchi 25%, 23%, erkak kishi 25% beriladi. Mahalla loyihasi deb nomlangan bank produktimiz bor. U 5 yilga beriladi. 2 yil imtiyozlar bilan 50 milliongacha, maksimal 50 milliongacha beriladi. Hozirgi kunda faqat kafil asosida berilyapti. Faqat kafil bilan beriladi. Nariga 17 millioningiz xorijda sug'urta bo'lib, xorijsiz kafil qilib olsangiz bo'laveradi. Lekin bu ham ayollarga yengil berish maqsadi 23%, erkaklarga 25%. Erkaklarga 312 qaror bo'yicha berilgan kreditlarimiz bor. Bu 5 yilga 1 yil imtiyozlar bilan beriladi. Bu asosan tadbirkorlik subyektlariga beriladi. Xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish maqsadida beriladi. Tadbirkorlar ochiladi. Bu ham 5 yilga 1 yil imtiyozlar bilan agar rahbari, korxona rahbari erkak kishi 19%, ayol kishi 17% beradi. Ayollarga qulay maqsad 2% tushirib qo'ygan. Keyin asosiy bu 312-qaror bo'yicha berilgan kreditlarimiz bo'yicha tushuntirib o'tadigan bo'lsam, oldin bilsanglar 30 million kreditlar beriladi xonaga deb. Agrobank, Agrobankdan 30 million kredit olib turib yotgan bo'lsa, so'ng o'sha fuqaro yangi tadbirkorlik bo'lsa o'zini rahbari asosan yangi tadbirkorlik bo'lsa shularga beriladi. Yoki tadbirkorlik ochib, bir yil mobaynida shu tadbirkorlik shotida soliqni o'zini aylantiradigan bo'lsa ham shotida. Ular aylantirmasa ham soliqni o'zini shotga to'lab turib, bu shot orqali soliq to'laydigan bo'lsa ham beriladi.